yashayapsizmi? Qanday mamlakatda yashayapmiz bola? O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlatda yashayapmiz. Hech qaysi chet davlatlarda O'zbekistonchalik shart-sharoitlar yo'q. Nimaga deysizmi? Rivojlangan mamlakatlarda to'g'ri, maktablari zo'r, o'qiydigan joylari, xonalari zo'r, partalari zo'r, lekin ular nima qilishadi? Pul to'lab o'qishadi. 18 noyabr O'zbekiston davlat bayrog'i qanday tasvirlangan? Al-samoviy, oq va yashil ranglar, olma yulduzlar, birasi yashil va oq ranglar. Noto'g'ri tasvirlangan. Qarang, A to'g'ri, B to'g'ri, C to'g'ri. Eng to'g'risi A. Sizning javobingiz ham to'g'ri. Eng xato qaysi ekan? B. Nima uchun? Bayroqdagi oy nimani anglatadi? Asli yosh oyni siz suvni. Javobimiz to'g'ri, yosh oy. B javobimiz to'g'ri ekan. Bir javobimizda B javobimiz shuni ham to'g'ri. O'zbekiston hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston fidoyi bo'lgan seni O'zbekiston hech kimga bermaymiz seni